Farzandingiz R tovushini talaffuz qilmayaptimi? Bunga yechim bor. Uy sharoitida R tovushini qo'yishni hozir sizga o'rgataman. Men logoped Usmonova qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun blogimga obuna bo'ling. Uchun bizga kerak bo'ladi uchastka va antiseptik. Birinchi o'rinda ish boshlashdan oldin farzandimizni yotqizib olamiz. Yotgan holida postanovka qilish jarayoni ancha oson bo'ladi. Ana undan keyin qo'limizni antiseptik bilan dezinfeksiya qilib olamiz. So'ng ishni uchastka bilan boshlaymiz. Bolamizdan og'zini ochib, tilini tepaga ko'tarib, de talaffuz qilishini so'raymiz. Qani? De. Yana. Молодец. Quyidagi postanovka jarayonini har kuni 5 daqiqadan 10 daqiqagacha amalga oshirsangiz bo'ladi. Til ancha vibratsiyaga kelganda sekin uchastkani olib qochasiz, shunda til dash vibratsiya qilishni davom ettiradi. Shu holatda R tovushini postanovka qilgan bo'lasiz. Qani ketdik.